Yana bir og'anagan Spark sotib oldik akalar, ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz dumalagan holatda. Bu bokovinasida ishi bor, oldi eshik, orqa kirlovlari ezilib yotibdi. Orqa bagaji butun. Pisochni stoplada. Ko'rishinglar mumkin, mana bu yoni sidirilib yotibdi. Mashina dumalagan holatda. Laboviylari sinib ketgan, ko'rishinglar mumkin. Tomlari pachoq bo'lib yotibdi. Oldin mordalarida kapotlari ham ezilib qolgan. Motor korobkasi but-butun, zavod bo'lib yurib turibdi. Mana shu holatda haydab keldik akalar mashinani. Salon holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Airbaglar o'tmagan, ideal holatda. Bu mashinamiz yil 2017-yil 200 ming atrof yurgan va ushbu Sparkni $2200 ga olib qolganmiz akalar. Xullas shunaqa mashinalar bo'lsa aytaveringlar, bemalol murojaat qilinglar, sotib olamiz yaxshi narxlarda. Bu mashinamiz egalari Instagram platformasi orqali bizga murojaat qildilar. Borib, ko'rib, sotib oldik. Xullas vodiy voha bo'ylab pachoq mashinalarni yaxshi narxlarda olib qolamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.